yoki jurnalistikani o'ldirishyaptimi? O'zimiz o'ldiramiz-da. Umuman jurnalistga intilayotganlar bormi o'zi? O'zini jurnalist deb ataganlar non degan so'zni 3 ta xato qilyapti. Yosh jurnalistlarimiz qaysi xatolarga yo'l qo'yapti deb o'ylaysiz? Hozir kelishadi nima savol? Oylik qancha? Ko'proq hasad bo'ldi o'shanda. Siz ko'tarayotgan masala jamiyatga foyda keltirish kerak. Nima uchun bizga gazetada yomon narsa chiqadi, hech narsa chiqmaydi degan bir fikrni ommaga yetishimiz kerak. Faqat bosh mug'allar faol. Qolgan xodimlarchi, qolganiga pul to'lab qo'ying-da. Keyin ochiladi. Sun'iy intellektga ham bizni sig'inib olishimiz ham kerak emas-da. Harbiy jurnalistika bizda yo'q. Assalomu alaykum hurmatli Rost 24 sayti kuzatuvchilari. Bugun biz jurnalistika haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli jurnalist, siyosiy sharhlovchi, ko'p kitoblar muallifi Sharofiddin To'laganov. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Bugungi suhbatimizning mavzusi o'lib borayotgan jurnalistika yoki jurnalistikani o'ldirishyaptimi? Mavzusini tanlaganmiz. Savolimni berishimdan oldin shu haqida qisqacha fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Endi o'lib boryapti degan so'z noto'g'ri endi. Kim o'ldirishyaptimi degan so'z ham noto'g'ri. Kim o'zimiz o'ldiramiz-da. Masalan, tepadan buyruq ham yo'q, jurnalistga o'lsin degan. Shuning uchun hamma aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak. Shu oxirgi yillarda o'sha ko'plab jurnalistlarimiz blogerlikka intilib ketdi. Blogerlik vaqtincha narsa ekanini bilishardik biz. Hali ham o'sha gapimda turaman. Haqiqiy jurnalistga baribir hukmron bo'ladi. Ommaviy axborot vositalarida umuman matbuot makonida deymizmi? Siz jurnalistikaga kirib kelgan davr bilan hozirgi jurnalistga qanday farq bor orasida? Ustoz shogird an'analari saqlanib qolganmi? Endi farqi yo'q. Endi jurnalistikada masalan 1920-yildagi jurnalistika bilan 2020-yildagi jurnalistikani farqli bo'lishi kerak emas ham, chunki jurnalist bitta vazifani bajaradi, xalqqa ma'lumotlarni yetkazish, informatsiya yetkazish. Endi ustoz shogird masalasiga kelsak, hozir ustozlar o'sha. Lekin shogird masalasi, men sizga shogird bo'laman deb kelayotgan talabalar, umuman jurnalistga intilayotganlar bormi o'zi? Mana qarang o'zingiz. Mendan yaxshi bilasiz, yoshsiz, balki men kuzatmayotgandirman ijtimoiy tarmoqlarni. Hozir qo'lida telefoni bor odam men jurnalistman degan darajaga boryapti. Ko'chada ketayotgan bir narsani oladi-da, ijtimoiy tarmoqqa qo'yapti. Aslida u blogerlik ishi, to'g'rimi? Lekin u jurnalistlikka da'vo qilyapti. Ya'ni shunaqa ijtimoiy tarmoqda ko'raman, Facebookda o'zini jurnalist deb ataganlar non degan so'zni 3 ta xato qilyapti. Nonni yoza olmayotganlar bor. Yo shunaqa urfga kirdimi? Shuning uchun shogird, ustoz an'anasiga qaytish kerak. Men talabalarga murojaat qilgan bo'lardimki, baribir ustoz etagidan ushlash kerak. Men hamisha bitta gap aytaman. Ahmad Yassaviy haqida o'sha Devon-i Lug'at Turk kitobida kirish bor. Ahmad Yassaviy davrida pirlik maqomini olish uchun 40 yil murid bo'lish kerak pirga va pirdan oq fotiha olish kerak bo'lgan. Bizda hozir oq fotiha olayotgan jurnalist bormi? Yo'q hozir. Eng qizig'i bilasizmi? Men jahab bo'lib ketaman. Men radioda ishlayman, radioga kelishadi talabalar, o'sha amaliyot o'tash kelishadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kurslar kelishadi-da, hammasi zavq bilan men ishga kelaman radioga deydi. Quloqqa lag'mon ilishadi, kelmaydi. Telefonimni yozib qo'yishadi. Ular toqat yo'q ularda. Birdaniga mashhur bo'lib ketish. Men 1995-yilda radioga ishga kelganman, jurnalist sifatida 3 oy yurganman. 3 oy. Buyruq chiqmagan. 3 oy sinov muddatida yurganmiz. Hozir 3 kunga chidolmaydi. Hozir kelishadi, nima savol? Oylik qancha? Oylik qancha bo'ldi? Ularga qiziq emas boshqa narsa. Keyin men 3 oydan keyin buyruq chiqqandan keyin xursand bo'lib
u paytda radioni rahbari Absaid Ko'chiyev edi. Eng katta mana ustozlik vazifasini bajarganki, bir kun men kelishdiki, siz Absaidga chaqiryapti. Endi birinchidan qo'rquv, nima gunoh qilib qo'ydim, hali eshittirsa ellamaganman. Ikkinchidan ishga olmasa endi xayrlashib ketarkanman desam, siz shu eshittirishni qila olasizmi? Qadag'on qurbonlari degan bir eshitish ochamiz. Bu 95-yil iyun oyida bo'lyapti. Qatag'on qurbonlari degan bir eshitish olsak-da, shu Qatag'on zamonida Qatag'onga uchragan bir millat oydinlari haqida 10 minutlik eshitish qila olasizmi degan fikrga yetganda, bunaqa shodlikni hozir siz tasavvur qila olmaysiz. Tushdim, xonaga kirsam, yoshi katta odamlar nima chaqirishibdi. Shunaqa bir yangi eshitish ochayotgan ekanmiz. Shuni mas'ul men bo'ldim desam, ko'proq hasad bo'ldi o'shanda. Birinchi ochayotgan ish, men qo'riq ochyapman-da. Keyin yana bilasizmi, Qatag'on qurbonlari degan eshitirish. Men o'zingiz o'ylang, hozir og'zi bir chetdan chiqib ketishi mumkin bu narsa. Lekin 1995-yilda Qatag'on qurbonlari degan eshitirish ochilishi, hali yangi eshitirish ochilishi deyarli eski, hammasi qishloq xo'jaligi xodimlari, sanoat, axborot, boshqa eshittirishlar bor, lekin bu mavzudagi birinchi eshitirishi kecha hali prikaz chiqmagan, buyruq chiqmagan jurnalistga topshirilishi bu katta menga bo'lgan ishonch edi. Endi men ursangiz ham, so'ksangiz ham bu dargohni tark eta olmasdim. Chunki men pukkam chikka deydi-ku. Endi men o'zimni ko'rsatib bilishim kerak yoki sharmandalarcha eplolmadi deb ketishim kerak. Men o'ylaymanki, bu ishonchni oqladim deb o'ylayman. Sizni Facebookdan ham kuzatamiz, juda ham faolsiz, ko'plab davlatlarda borib intervyu olgansiz. Shu intervyular orasida qaysi biri ibrat oladigan intervyu bo'lgan? Endi davlat rahbarlaridan intervyu olmaganmiz. Amaldorlardan intervyu bo'lgan. Bu savolga bilmadim endi hozir, tasodifan bo'lgani uchun, kutilmagan savol bo'lgani uchun keling, kamtarlik deymizmi, nokamtarlik deymizmi, unaqa men o'zi faxrlanadigan intervyu bo'ldi deya olmayman menimcha. Shuni ochiq qoldirsak bo'lmaydimi? Yo'q, endi baribir har bir jurnalist intervyu qilganda baribir bitta intervyuda yoki qiynaladi yoki o'sha intervyudan ko'rib o'zini kamchiliklari bo'ladi. Mana endi aytaman, 1996-yilmidi, esimda yo'q, balki 97-yildir. Gruziya bosh vaziri kelgan edi. Hozir keyin vafot etib ketgan u, sirli vafot etdi. Fahim ismi sharif esimda yo'q. Oliy Majlisga tashrif buyurdi. O'shanda intervyu olgan edim. Men olgan, bittaman, boshqa hech kim yo'q. Shunda bilasizmi nima bo'lgan? Birinchidan men ruscha bilmaganim uchunmi, qo'lim qaltirayapti-da. Diktofon ushlab turibman. Qo'lim qaltirayapti. Bosh vazirdan intervyu olaman. U ham javob beryapti. Keyin u qo'lim sekin ushlab ana qildi. Hayajonlanma deganday qildi. Lekin baribir qaltirash bor, hadik bor endi. Bosh vazir, men birinchi marta eng katta Gruziyada bosh vazir katta amal hisoblanardi. Prezidentdan bor edi, Shevardnadze edi, lekin bosh vaziri kelganda o'sha mana shu qo'limni qaltirashi hali ham eslayman. Uyatman ham eslaymanmi yoki, lekin eng ko'p eslaydigan voqea ham shu voqea. Lekin shundan keyin anaqa men o'zimni keyinchalik intervyu olganlarimda yoki boshqa suhbatlarda men o'zimni tuta olishimga harakat qilganman. Katta bu saboq bo'lgan men. Hozirgi kunda yosh jurnalistlarimiz qaysi xatolarga yo'l qo'yapti deb o'ylaysiz? Eng katta xatosi ularni birdaniga mashhur bo'lish. Ular gazetani mensimaslik, radioni mensimaslik, faqat televideniyega borish va ijtimoiy tarmoqlarda obunachi yig'ish, Instagramga. Men bitta yomon ko'raman. Bunday qilishadi, like bosing, boshqalarga tarqating degan ibora. Bu endi blogerlarniki, jurnalist emas, lekin jurnalistlar ham bor. Shu menga erish tuyuladi. Eng katta xatosi bu yosh jurnalistlarimizni shu ustozni etagidan tutmaslik va kibrga berilish. Savol
masalan milliy matbuot markazida bo'ladimi, boshqa bir idoralarda bo'ladimi, matbuot anjumani bo'lganda yuzing bormi, ko'zing bormi deb vaziyatni o'rganmasdan savol berishadiki, mana qarab qo'y, men zo'r savol berdim-a deydi. Asli ahmoqona savol bo'ladi ularniki. Vaziyatni bilmaydi, bir tezroq anaqa nima deydi, o'sha obunachi yig'ishmi, подписчик deyiladimi o'rchada, o'sha yig'ish, qarab u zo'r ekan deb birdaniga shon shuhratga berilish holatlari bo'lyapti. Endi to'g'ri, biz ham o'sha paytlarda shon shuhratga berilgandirmiz, lekin biz milliy matbuot markaziga borayotganimizda, u paytlarda milliy matbuot markazida bo'lardi, matbuot anjumanlari, idoralarda deyarli borilardi-ku, u yerda savol berishga imkon bo'lmasdi-da. Bitta savol o'sha milliy matbuot markazida bo'layotgan matbuot anjumanida bo'lardi, lekin bitta savolga jiddiy tayyorgarlik ko'rilardi. Nimaga? Savolingiz kuchli bo'lishi kerakki, javob bo'lmasligi ham mumkin, lekin savolingiz kuchli bo'lishi kerak. Savolingizni ko'rib, bu hamkasblaringiz, dahshat savol berdi, ijodiy mazmunda dahshat savol berdi bu odam. Lekin javob yaxshi bo'lmadi. Javobini men ham bilardim. Desa, mana shuni o'zi sizga berilgan juda katta baho deb o'ylayman. Shuning uchun men yosh jurnalistlarga, blogerlarga ham shov-shuv ketdan quvib, shuhrat ketdan quvish kerak emas. Sizning savolingiz, siz ko'tarayotgan masala jamiyatga foyda keltirish kerak. Mana shu. Agar o'zingizni shon shuhratingiz uchun bo'ladigan bo'lsa, bu uzoqqa borilmaydi. Xuddi pufak bo'ladi-yu, sovun pufagi qanday yorilsa shunday yorilib ketadi. Yuqorida aytib o'tdingiz, gazeta o'qishmaydi yoki gazetaga borishmaydi deb. Hozirgi kunda shu jurnalistikaga kirib kelayotgan talabalarni qancha foizi gazeta o'qishyapti deysiz deb hisoblaysiz? Uni men bilmadim. Hozir bilasizmi, bizda kitob o'qimaydi, gazeta o'qimaydi deymiz-ku. Mana kuni kecha O'zbekiston Milliy kutubxonasiga borganimda yoshlar to'lib yotibdi deb. Kitob o'qiyapti. Endi internetga kirishmagan ular. Internet hozir telefoningizda ham bor, tekin internet. Lekin kitob o'qiyotganini ko'rib, men xursand bo'ldim. Endi gazeta o'qimasligi bilasizmi? 2-3 marta televideniyada ham ko'rsatib bo'lganda, gazeta o'qimagan odamlar, gazeta ishingisi yo'q, gazeta ishingisi yo'q deb shoh-shuv ko'targani, shohni ko'targani menga erish tuyuldi. Birinchidan gazeta o'qishimiz kerak. Masalan, men imkon qadar har kun gazeta o'qishga harakat qilaman. Har kun. Juda bo'lmaganda elektron variantini o'qiyman. Yaxshi narsalar ko'taryapti-ku. Xalq so'zida bor. Yangi O'zbekistonda bor. Ishonchda bor. Mani kecha yaqinda aytildiki, 21-asr gazetasi maqtab qolishdi. Men o'qiyman. Bitta begona odam, zo'r narsa yozar ekan dedi. Mana bugun men bir joyga bordim, milliy tiklanishda zo'r dedi. Yana bittasi aytadiki, adolatda zo'r maqola yozilyapti deydi. Bundan o'ylab qarasangiz, hamma gazetada, ayniqsa Hurriyat, Jadid, men Jadid o'qib boraman. Hurriyatni o'qiyman. Muntazam haftada bir marta chiqadi. Yaxshi narsa ko'tarilyapti-ku. Nima uchun bizga gazetada yomon narsa chiqadi, hech narsa chiqmaydi degan bir fikrni ommaga yetishimiz kerak. O'zimiz o'qimasdan. Keyin yana bir narsa, men hamisha aytib kelaman buni, ko'pincha televideniyada, davra suhbatlarida aytamanki, masalan, Washington Post gazetasida Amerikada hech kim o'qimaydi aslida. Lekin uni bitta sitat olishadi. Washington Postning yozishicha yoki Wall Street Journalning yozishicha, New York Timesning yozishicha deb unga tayanishadi. Bizada ham bir qandaydir xabarni yoritishimiz uchun o'sha blogerlarimiz bo'lsin yoki saytlarimiz bo'lsin, shu men nomini aytgan gazetalarga o'qisin deb yaxshi narsalarni olib shunday zo'r narsa yozibdi deb bir targ'ibot qilishi mumkin-ku. Targ'ibot kam deb o'ylaysiz? Targ'ibot kam, keling xabar bo'lishmasin, gazeta tahririyat xodimlari ham, ular ham o'zi ham targ'ibot qilishmaydi-da. Nechta odam jurnalist ijtimoiy tarmoqda faol, Facebookda. Masalan, gazetalarda. Faqat bosh muharrirlarni bilaman men. Faqat bosh muharrirlar faol. Qolgan xodimlarchi, o'zligi, o'sha o'zini obunachilariga, o'sha o'zini gazetada chiqqan, mayli kichkinday, bugun palonchi gazetada shu narsa chiqdi. Xuddi Washington Postda chiqadi-ku.
o'sha bitta ikkita nuqtali gapni olib Facebookga qo'yish mumkinmi, Instagramga qo'yish mumkin. Yoki o'sha gazetani YouTube'da sahifasi bordir. Shunda suhbat eshitinglar. Mana shu ketdi, yo Telegram kanalida shunaqa bo'ldi deb o'sha xodimlarni o'zi targ'ib qilish mumkinmi yo mumkin emasmi? Ko'pchilik gazetalarimizda hali ham qog'oz variantiga katta e'tibor qaratishadi. Bu davr yaxshi. Washington Post ham, New York Times ham yoki Guardian deymizmi yoki boshqa anaqalarmi qog'ozni ham saqlab qolgan. Asosiy urg'u saytlar, to'g'rimi? Yoki Telegram kanallar, ko'proq sayt. O'sha elektron formatiga katta e'tibor berishgan, asosan saytlarga. Keyin o'sha gazetada berganni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda keyin yoritishadi, saytlarda yoritishadi. Yana bir narsa aytib qo'yardim, agar berasizmi, bermaysizmi bilmadim. Bizda pullik maqolalar kam. Hammasi ochiq. Eng zo'r maqolalarni bir abzasi bersin-da, qolganiga pul to'lab qo'ying-da. Keyin ochiladi degan bir narsa biz bilamizmi, bilmaymizmi? Pullik obuna. Masalan, juda tahliliy maqolalar chiqadi-ku. Tahliliy maqolalar chiqadi. Mana endi pullik qilib qo'ydik. Endi pul deganda juda katta otni kallasida emas. Nomiga oling, 5000 bo'lsin, 10000 bo'lsin. Belgilangan qisqa bo'lsin-da, ochilgandan keyin bunaqalar oling, 100 mingta odam kirsin, o'shanda 5000 dan bo'lsa qancha bo'ladi? Bu ham pul-ku. Buni shu dunyo tajribasidan foydalanishimiz kerak biz endi. Bo'ldi endi qog'oz varianti ham yaxshi. Qog'oz varianti ham yaxshi. Lekin qog'oz varianti chekka tumanga qachon yetib boradi? Bugungi chiqqan gazetda ertaga Sirdaryoga yetib boryaptimi shuni? Eng yaqin viloyatimiz Sirdaryomi? Yoki bu yerda Namangan, eng yaqini deylik. Qachonga yetib boryapti? Men uzoqni yetmayman, Andijonni yetmayman, Qoraqalpog'istonni, Xorazmni va Surxondaryoni yetmayman. Shuning uchun shu elektron o'sha saytlarni faollashtirishimiz kerak. Saytlarni qancha faollashtirsak, unga reklama beruvchilar ham ko'payadi. Bu endi 21-asr. Mana 26-yili. Endi biz zamon bilan hamnafas bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda internet rivojlangan, ko'plab jurnalistlar kasbimni yo'qotaman deb qo'rqishyapti. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Yo'q, endi bilasizmi? Siz aytmoqchisiz sun'iy intellekt, ChatGPT. Endi bilasizmi? Sun'iy intellektga ham biz sig'inib olishimiz ham kerak emas-da. Keyin ko'ryapmiz, sun'iy intellekt ham zo'r narsalar berayotgani yo'q. Chalg'ituvchi narsalar beryapti. Masalan, O'zbekiston tarixi haqida, o'zbeklar tarixi haqida umuman men qabul qilmaydigan narsalarni berishadi. Men ko'rib turaman gohida-da, noto'g'ri bo'ladi. Chunki ular o'sha ma'lumot bilan to'ldirilgan bo'ladi internetda. Shuning uchun ular shuni yig'adi. Chunki biz to'g'ri ma'lumotni siz bilan biz internet to'ldirishimiz kerak-da. Mana keyin sun'iy intellektga savol berishimiz kerak shu haqida ma'lumot bergin deb. Shuning uchun men bugun yosh jurnalistlarga murojaat qilmoqchimanki, hozircha sun'iy intellektga ham ishonib ishsiz qolaman deb o'ylamaylik. Bari inson omili, baribir inson omili kerak bo'ladi. Lekin sun'iy intellektni ham o'rganishimiz kerak. Hozir yana bitta savol shu sun'iy intellekt bilan bog'liq. Sir emas, hozirgi kunda jurnalistlarimiz ham, ko'plab talabalar ham sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Kelajakda ularning taqdiri nima bo'ladi? Talabalarnimi? Ha, talabalarni, jurnalistlarni. Yo'q, endi sun'iy intellektga ishongan talabalar kelajagi yo'q. Ochig'i, ular yaxshi institutni bitirib, universitetni bitirib, yaxshi amalga o'tirishi mumkin, lekin bir jurnalist sifatida nom qozona olmaydi. Sun'iy intellektga tayanib diplom ishini yozganlar bor, yoki boshqa ishlar qilayotganlar bor. Hatto she'r yozilyapti bugun. She'r yozilyapti, tegana qilib ularda dard yo'q, baribir sun'iy intellekt orqali yozilgan narsa dard yo'q, yurakda his yo'q. Shuning uchun baribir inson baribir shu sizni bilan bizani yoki boshqa hamkasblarimizni aqliga tayinlanadi. Chunki siz bilan bizda dard bo'ladi. Insonda baribir dard bor, hissiyot bo'ladi. Hissiyot bo'ladiki, shuning uchun birdaniga bu keyin yana men balki qarib sal injiq qarayotgandirman-ku, sun'iy intellektga ishonib ham, voy mana sun'iy intellekt shunaqa deyapti-ku deb ham bizani og'zimizga urish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki
sun'iy intellektdan yanishadi. Ayniqsa tarix bo'yicha, O'zbekiston tarixi bo'yicha men sun'iy intellektda birorta gapiga ishonmayman. Balki katta gapirayotgandirman-ku, lekin oling masalan ulug' ajdodlarimiz, sarkardalarimiz, yozuvchilarimiz bor. Bering. Sun'iy intellektga bersangiz, men xohlaydigan narsani berishmaydi u. Bermaydi. Aniq ma'lumot emas. Umuman ko'proq masalan Amir Temur bobomiz haqida deylik, u ko'proq rus yoki boshqa tarixchilar yoki boshqa bir blogerlar, jurnalistlar emas, tomonidan yozilganini internet yig'adida, keyin bizga aytadi, Amir Temurni boshqacha deb berishi mumkin. Shuning uchun u buzib talqin qilishi mumkin. Shunda biz buni ongli o'qishimiz kerak va o'sha to'g'ri ma'lumotni berishimiz kerak. Sizningcha kelajakda jurnalistika qaysi sohaga qarab o'zgaradi? Yoshlar nimani o'rganishlari kerak bo'ladi? Endi bilasizmi, 70-yillarda asosan axborot va sharhlovchilik oldingi o'rinda edi-da. Oxir paytda men kuzatyapman, ko'proq travel jurnalistikaga katta urg'u berilyapti. Sayohat jurnalistikasiga berilyapti. Bunga birinchidan O'zbekiston ochilgani, tashqariga va ichkariga xorijliklar uchun biz ochildik. Biz ham tashqariga chiqib, mana bilasiz, o'tgan yillari hatto Afrikani eng tayidagi davlatiga borib kelishyapti. Madagaskarga borish. Madagaskar hozir tomoshabinlar biladimi bilmaydi. Afrikaning eng tayida orol. Hatto Antarktidaga borishdi, bayrog'imizni ilishdi. Mayli endi bloger bo'ladimi, o'zbek bordi. Keyin Afrikan davlatlarida masalan Lotin Amerikasiga borib, u yerdagi o'sha Braziliyami yoki Meksikami, Chilimi borib, u yerdagi hayotni ko'rsatib berishyaptiki, bu ham quvonarli, lekin shu bilan birga o'zimizni O'zbekistondagi tarixiy joylarni ham ochadigan payt keldi-da. Samarqand hamma biladi. Samarqand, Buxor hamma biladi. Mana masalan men o'tgan yilmi 2 yil oldin Xo'jayligiga bordim. Nukusdan shunday 20-30 kilometr joyda u yerda 2000-3000 yillik qabriston bor ekan. Tarixiy Xo'jaylikda. Men umuman eshitmagan ekanman. Bordim, tomosha qildim. Zardushtiylik davriga oid. Hali ham amal qilishadi. Har bir qabristonda tobut turar ekan. Mana masalan O'zbekistonda deyal hamma hududida bitta qabristonda bitta tobut bo'ladi, bitta olib borasiz, lekin u yerda o'sha mayit uchun alohida tobut qilinar ekan va qabr ustiga qo'yib kelinar ekan haligacha. U yerga keyin qiyomat soati degan joy bor, turibdi haligacha. Men keldim, internet qidirdim, Toshkentga qaytib kelganimdan keyin hech narsa yo'q. Chiqmadi. Ruschada 3 tami maqola turibdi. Keyin men o'zim yozdim. Bunaqalar o'sha aytmoqchimanki, o'sha sayyohlik jurnalistikasiga ehtiyoj katta. Masalan, gastronomik sayohat bor bizda. Buni yoritishimiz mumkin. Keyin yana Qashqadaryoda G'ilon degan bir qishloq bor. Uni ham juda kamdan kam odam bilishadi. Bilsangiz og'iz ochib qoladi. Bunaqa go'zal maskan ko'rmadim. Xuddi Yunonistonga o'xshaydi. Arxitektura uylarni birinchi qavat emas, 2 qavatli 2000 yildan beri shunaqa me'morchilikda qurilar ekan uylarda. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir informatsiya jurnalistikasiga unchalik qiziq bo'lmaydi, chunki uni internetdan ham olish mumkin. Ko'proq shu sayyohlik jurnalistikasi menimcha oldingi o'ringa chiqadi. Mana juda kam hozir bizda ko'pchilik tushunmayapti ham, bu ko'plar jurnalistlar ham buni tushunmayapti. Ayrim o'zini hurmat qiladigan jurnalistlar imkoniyatni topdi va imkoniyatdan foydalanib o'zini shu sayyohlik jurnalistikaga uryapti. Qisman men ham bu borada imkon qadar yozishga harakat, qayerga borgan bo'lsam, hattoki Toshkent viloyatiga chiqib keladigan bo'lsam ham qisqa bir lavha qilib ijtimoiy tarmoqqa qo'yaman. Shu imkoniyatdan foydalanyapmiz-da.
endi keyinchalik baribir shu jurnalistikaning shu sohasi birinchi o'ringa chiqadi deb o'ylayman. Oxirgi bitta savolim. Hozirgi kunda jurnalistlarimiz qaysi sohalar haqida yozishmayapti? Tahlillar kamaygan. Jurnalistlarimizdan ko'ra ko'proq blogerlar va siyosiy sharhlovchilar xalqaro mavzuni yozishyapti. Endi yozmayotganlar iqtisodiy yo'q bizda deyarli. Bor. Iqtisodiy sharhlovchilar yo'q. Iqtisodni ochib beradiganlar bitta reklama bo'lib qolsa, Bakiro kanali bor. Bo'ldi. Balki ko'pdir, men biladiganimni aytmoqchiman. Keyin harbiy jurnalistika bizda yo'q. Ko'pchilik aytadi, harbiy jurnalistika urush bo'layotgan joyni yoritadi. Yo'q, harbiy jurnalist kechqurun 12 da uyg'otib, Nigeriyani harbiy salohiyat qanday bilish kerak. Katta davlatlar emas, Amerika, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Turkiya, NATOga a'zo davlatlarni emas. Masalan, o'sha G'azo sektorida-yu, Eron atrofida bo'layotgan voqealarni biz siyosiy nuqtai nazardan yoritib beramiz, u harbiy tomondan yoritib berish kerak. Bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi ustoz. Vaqtingizni ayamasdan suhbatimizga kelganingiz uchun rahmat sizga. Arzimaydi deyman, balki yoqqan bo'lsa o'zimni xursand qilaman. Xursand deb bilaman o'zimni.